Assalamu alaykum, aziz qarindoshlar, aziz ko'rurmanlar. Bugun Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi tarafidan o'rinlashtirilgan Ramazonning va e'tiqodimizning Uyg'urlardagi ruhiy tushkunlikka, shu travmalarga bo'lgan roli, qutuldirishga bo'lgan roli, qandoq umidvor bo'lish degan ma'nida o'tkazmoqchi bo'lgan suhbatimizga xush keldinglar. Aziz mehmonlarimizni tanıştırıp ötey. Hemimiz tanıyımız bugünkü aziz mehmonlarimizni. Gülçehre'de siz bilen başlaylı. Uzun yıldan boyan siz vatan üçün özünüzni pida qilishga tayyorman deb chiqib kelib, Erkin Asiya radiosuga qatnashgan ve şu kundan boshlab siz bu bisimlarga uchrab kelayotgan, bu vatanimizda irqiy qirg'inchilik boshlagandan keyin sizning radio Erkin Asiya radiosida qilgan xabarlaringiz va haqiqatni o'ttirg'i chiqarganligingiz sababidan 25 dan ortiq tuqqanlaringiz tutilib ketgan. Buni hammamiz bilamiz. Mushundoq ig'ir ruhiy bisimlar, shaxsiy bisimlarga uchirgan bo'lishingizga qat'iy nazar, uzluksiz siz ko'rishingizni davom qilib keldingiz, haqiqatni so'zlashni hargiz to'xtatmadingiz va hozir siz xalqaro mukofotlarga erishgan, butun hammamiz taniydigan bir jurnalist. Shunga sizga oldin ola xush keldingiz deyman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Singlim Alfidar, Rizvangul. Sizlar uchun qimmatlik singillar, sizlar bilan shundoq ulug' bir oyda yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Shundoqla ekran oldidagi barliq Uyg'ur va boshqa Uyg'ur suyar tomoshabin do'stlarga Ramazonlik cho'nqir salom. Shundoq bir go'zal oyda Uyg'ur ya'ni ularning shu qanday qilib o'zini kuchaytirishi haqidagi shu temada bir manfaatlik bir suhbatda bir yerga kelganimizdan bak xushalman. İnşallah bugungi suhbatimiz Ramazon kunlaringlarda sizlarga texnik kuch qatqusi va manfaat qilg'isi. Ko'p rahmat Alfidar, bak chiroyli tanishtirib o'tdingiz. Sizga rahmat Gulchehrada. Yeni bir aziz mehmonimiz, yeni bir cesur bir hadimiz Rizvangul Nurmuhammad. Sizning to'xtamay shu Uyg'ur huquq uchun kuch chiqarganingizni bilamiz. Bo'libmi, vatanimizda irqiy qirg'inchilik boshlab eningizni tutib ketgandan beri qo'rqmasdan jasur shaklda beshingizga kelganlarni butun dunyoga jakarladingiz. Undan boshqa o'zingizning inisilam emas, butun Uyg'urlar uchun qo'lingizdan kelgancha Uyg'ur haqlarini qo'llash uchun kurash qilib kelyapsiz. Sizning bu program qatnashganligingiz uchun bizni o'zimizni sharaf his qilamiz. Sizga rahmat, xush keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Alfidar. Nayt güzel tanıştırdınız erişkirimizni. Mana shundoq bir suhbat so'rini hozirlab xalqimiz uchun o'zaro tushunadigan, o'zaro ko'ngillarimizni tiyishadigan, o'zaro ilhom beradigan bir fursat yaratganingizdan bizmi xushal. Alhamdulillah, hammalarning Ramazoni muborak bo'lsin. Allohim tutgan ro'zanglarni, qilgan duoyinglarni, barliq ibodatinglarni qabul qilsin, har shu dunyolik uchun manfaatli qilib bersin. Amin. Rahmat. Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusini qisqacha tushuntirib o'tsam, bu organ 2020-yili 5-oyda qurilgan. Maqsadimiz shu, qanday qilsak Uyg'ur qarindoshlarimizga shunday og'ir zulmlar beshiga kelgan vaqtida ruhiy jihatdan, ma'naviy jihatdan va jismoniy jihatdan qanday yordam qila olamiz deb shunday yo'lga chiqib qurilgan bir organ, nurg'unlagan tashkilotlarning 4 tashkilotning birlashib qurgan bir organ va hozirgacha qo'limizdan kelgancha shunga o'xshash programmalarni qilib kelyapmiz. Uyg'urlarimiz uchun chet elda psixologlarni, psixiatristlarni tunishtirib, ularga yordamda bo'lishiga qo'lma-qo'l hamda yordamda bo'lishga tirishyapmiz. Uningdan boshqa har xil uchurlarni ta'minlab beryapmiz. Bundan keyin inshaalloh bunga davom qilamiz. Hamda hozir shu 12 oyning sultonida
tunulgan mübarek Ramazan iyide turuptuk. Muşu maksatda bugün bu sohbetimizni Gülçehre edimiz şundaq şiiri edebi bir isim koyup berdi faaliyetimizge. Miskin yüreklerge dava, sersan ruhlarga şifa dep muşundaq başlaylı. Qini muşu itiqadımızdan, dinimizden, imanımızdan ve muşu mübarek Ramazan iyinin ki biz Uygurlarga boğan muşu bisim işte qandaq ta'siri buldu, qandaq yine ümit var yaşağı buldu degandek muşu temada sohbetleşsek. Undaq bolsa söhbetimizni Gülçehre'de siz bilen başlay. Lakin sualım her işkanlarga. Birinci sualda işkanlarning nurgun ortak yönleri var. Bu bütün Uygurlarda ortak elbette. Ailenlardan, öz qerindişinlar, yani inanlar. Şundaq Rızvangül hadisini inanıza, akınıza emas. İnanlar. Afsuski tutulup ketdi, lagerlarga ekitildi. Bu nayt eğir bir bisim dep oylayman. Keç gündüz uxlayamagıdak, nima qila alayman, nima qilishim kerak dep oylangıdak eğir bir bisim. Mening birinci sualım, mush xabarni tunji anglagan vaqtinglarda qandaq ta'siratda bo'ldinglar? Sizlarga nimamidan bek ta'sir qildi? Shuni so'zlab bergan bo'lsanglar. Rızvangül undasından başladım. Nurgun qitim köpligen xalqaralıq matbuatlarning muşu xildek, muşunun o'xshash savollarga javob berib keldim. Har qitimda ko'zim yoshlandi. Bu qitim yig'lamay javob berishga tirishiman. Biz anglab bilgandek, biz davatgan erkiy qirg'inchilik, ya'ni Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi amaliyotda 2014-yildan keyin rasmiy boshlangan bo'lsa-mu, xalqaro bilingan, yani axborotlarda isbotlangan vaqti 2017-yili atrofida bo'lg'achqa hozirgacha Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi 2017-yilda boshlangan degan bir terminni ishlatib kelyapmiz endi. Amaliyotda undaq emas. Yani bunun bir isboti shu mening inimningmi ko'p qitim tutilishi. Buni yani oxirgi qitim shu mezgillarda tutilishi 2017-yili 9-ayning 28-kuni tutilgan ekan. Uni men bir ikki haftadan keyin bildim. Yani u vaqtlarda hammamiz iliqi WeChat deb ishlatadigan bir appni uzun yil aloqalashamagan ota-onalarimiz bilan qayta yani aloqalash fursati topgandek ishlatgan to'q. Ammo Xitoy hukumatining bu Uyg'urlarni yani to'plum tutishga tayyorlik qilgan bir app ekanligini ancha his qilib ketamagan, gumonlangan bo'lsaqmi, bu darajada eg'ir bo'ldi deb o'ylamagan. Shu vaqtda menmi seg'inishimning kuchini bosamaslikdan o'sha ularning bexatarligini mundaqcha aytganda asli o'ylay olishim kerakdi. Men yana alohida tikaman WeChatda meni qo'shganda men yoqdalamay shu inim bilan, urug'-tuqqanlarim bilan ancha-muncha yüz görüşüp, jiq gap qilmasaqmi, biz salomat, sizlar salomatmi, mana bolalar cho'ng bo'lyapti deb ancha-muncha suratlarni avatishib, shundaqlarni qilgan. Ammo siyosiy va diniy bu gaplarni qilishdan albatta hammamiz o'zimizni nihoyatda yani jiddiy saqlaydik. Shundaq bo'lgan taqdirdami 2017-yil 9-oyga kelganda inimni shu opamni mashinada doktorga akitayotgan shu yo'l ustida yani mashinaga may qachilash uchun hozir kimligini ko'rsatgan bu. Shuni ko'rsatgan vaqtida shu yerda soqchilar 2 minutdan ichida yetib kelib tutibdi. Opam mashinaning ichida qolibdi. Shu opam nima shunday qilsizlar, o'g'lim nima qildi deb soqchiga desa, shu yuziga hech ikkilanmasdan turib, buning hadisi ayada bizning hukumatimizga qarshi xizmat qildi-ku, shu tutishga yetmamdi debdi. Bu gapni opam menga 2 hafta ifkomqini nimishga chiqmaydi, nimishga javob bermaydi deb so'ravergandan keyin oxiri balam shunday ish yuz berdi. Yuzimdan yuzimga hadis shu yerda bo'lgandan keyin tutsaq nima bo'pti degandek mushundaq gap qildi, qarang dedi degandan keyin darhol men albatta inim bir tal inim mening dunyolikda men buni cho'qim qutqizishim kerak, men bir ish qilishim kerak apa deb shundaq ko'nglim yerim vaqirab ketdim. Qilsam
Mən ötünüp qalay. Hilimi sizning aşağıda işləyətqınız səbəbindən bütün urug' tuqqanlar, sizning do'st birodarlaringiz hech kim qolmay so'roq qilinyapti balam. Şoňa buni siz jim tursangiz, ular dedi men saqçıga her kuni barma, ma 10-njy ayda 2 yig'in bo'lmoqchi, 2 yig'indan keyin qo'yib bitimiz dedi. Apam umidvorlik bilan da hammasini mushtaq o'zlari gumonlangan yamisi yaxshi ko'rmagan insonlarni Xitoyga tahditlab qaragandan hemen tutyapti degan gapni anglagandan keyin shu vaqtdagi bizga radiomizga voy inim yo'qolib ketdi, akam yo'qolib ketdi, urug' tuqqanlarim yo'qolib ketdi deb telefonlar ko'plab kelayotgan bir vaqtda shunlar bizmi nim bo'layotganini texi aniq bilmaydik. Unda bir lagerga solanganligini bilmaydik-da vaqtlik bir tutib turish o'rinlarida deb o'ylagan. Shuning bilan jim turdim. Asli Xitoyninki maqsadimi jimiqtirishdi bizni jim tursin. Hech narsa so'zlamasin, shu muxbirlarnimi bizning boshqalarmi shu vaqtda qarindoshlarni shunda solib olganki radiomizda, lekin bir-birimizga dalamagan shunday holatdiq. Ammo ishlashni, ya'ni bu Xitoyning vatanda zodi nima qilayotganligini qidirishni bir kun to'xtatib qo'ymadim. Demakchi, shu orqali tepib chiqmoqchiman o'zimni. U yerdagi kasbiy o'zimning vazifamdan boshqa bir hadi bo'lishdek bir shaxsiy o'zimning bir mas'uliyati bor. U yerda qo'sh mas'uliyat bilan xizmat qildim. Shuning bilan to'xtamay ishlash jarayonida lagerlar suv yuziga chiqishga boshladi. Tutqunning asli maqsadlari suv yuziga ya'ni chiqishga boshladi. Ko'plab Uyg'urlar bizga uchur berishga boshladi. Ammo kam chiqmadi. 10-ay bo'ldi, 11-ay bo'ldi. 12-ay bo'ldi. Hatto yil o'rildi 2018-yilga kelganda. Yana men davomli opamlarga gap qilaysam, telefonlarım uzilib qoldi. Ba'zi chiqib, ba'zi chiqmaydi. Shuning bilan 2018-yil 1-oyning o'tirlaridan boshlab men Qozog'istondagi lager shoiri, ya'ni tunji bo'lib lagerlarning ishki yuzini dunyoga oshkorlagan qahramonimiz Ömerbek Alini izlab topdim. Ömerbekni medialarga so'zlashga rag'batlantirdim va bu jarayonda o'zim so'zlashdim. Esimdan chiqmaydi, tunji qitim telefon so'kib qolganda shu Ömerbek bilan lagerlar qandoq tutdi, nega apadi deb hammani bir boshdan so'rashimiz kerak. 10 necha savol yozib olgandim. Shu isib qo'yib urganlarni, tomoq bermay qiynag'anlarni, shu lagerdagi beshdan o'tgan ichinishli qismatlarni, xo'rliqlarni, zo'rliqlarni so'zlaganda yig'lab turib ovozim chiqib ketdi. Chiqib ketganda u Ömerbek degan menga tasalli berishga boshladi. Voy, nima bo'ldi Gulchehra, siz beklam bunda hayajonlanganingiz ko'mat ekanman deb bir xil voy o'zingiz tutib eling dedi. Men dedim, inim tutilgandi, demak sizning beshingizdan o'tganlar inimning beshidan o'tibdi-da deb o'zimni yo'qitib qo'yg'il tas qoldim. Dal mush paytda 2 kun o'tib shu Ömerbek Ali bilan o'tkazgan suhbatimizni e'lon qilib, Xitoy hukumatidan uqtirish tushgan, markazdan tushibdi hatta, G'ulja va Urumchidan bo'lib, to'plum 25 inson, opamni, kichik opalarimni o'z ichiga olgan 25 inson bir kunda, ya'ni 1-oyning 30-kuni tutilgan ekan. Bu vaqtdagi hissiyotim o'zimni jutdadim desam bo'ldi bir mezgil. Bir xil odamda o'zini ayiblaydiganmi bir mening sababimdan bo'lgandimi degandek bir xil his. Eng ig'ir bu. Eng ig'iri bu. Ya'ni gunohkorlik tuyg'usi. Bunun oldida hech u qadar ig'ir gunohkorlik tuyg'usini his qilib boqmabdi ekanman. Balkim inson uchun o'lim eng qo'rqinchlidir. Shu vaqtida bütün hammasi men sababli o'ldirilganmidi deganlik xayol keldi. Mushuilqi chunki lagerni tasvirlab bergan lager shoirlari shu vaqtga qadar uning için tasvirlaganda u mening 73-4 yoshlik opam, 70 yoshlik kichik opalarim tutilgan. 17-18 yoshga kirgan kichik nevir singillarim hatto menmi ko'rib boqmagan ularni.
shularning u qadar ig'ir zulmlarga bardoshlik berishiga ko'zim yetmadi. Shunga men bir xil odam o'ltirgandek gunohkorlik tuyg'usida o'z go'shimni o'zim yeyotgan bir mezgildi. Men hozir bir şey to'xtab turay. Bir zangil davom qilamsiz. Gülchehre Adam'ның tasvirlab berganlari allaburun meni bir bir ig'ir yana bir cho'nqir hissiyotlarga boshlab kirdi. Chunki bu gaplarni anglamamizda bizlar emas, hammamizning ko'ziga yosh keldi. Uning ustiga bu pek uzun yillar olib ketdi. Shunga men endi men o'zimnikini desam, shu Gulchehra Adam deganga o'xshashlar. Shundoq bo'ldi 2017-yillari men aynimni 1-oyning 18-iga ketibdi. Men bundan 3 kundan keyin xabar topdim. Undan keyin shunga o'xshashlar, yana bir so'raydigan savol bordi, hozir tutib turish o'rnida qaytarib keldi degandikan. Bizmi albatta inimning hech qanday gunohi yo'q. Uning ustiga inim China Telecomga to'liq, ya'ni 40 soat full time deb qo'ymizga inglizchada ishlayotdi. Uning ustiga shu xizmat o'rni bularningki kichik tijoratlar bilan shug'ullanishiga ilhom beribdi. Inim 2016-yilning oxirlari o'z oldiga bir kichik do'konni, ya'ni shirkatning nomida o'zining shirkat ichib, shirkat shu shirkatning nomida bir kichik do'konni ichishga tayyorlik qilayotgan. Ya'ni agar Xitoyda o'zinglar bilsizlar, agar bu odamning gunohi bo'lsa, unda tijoratini tizimga oldirib, bu ishlarni qilolmaydi. Shularni tizimga oldirib 1-oyning boshlaymiz endi do'kon ochamiz degan chog'da 1-oyning 18-i tomoq vaqtida, ya'ni tushlik dam olishda tomoq yeyotgan yerda aytibdi. Inimlar menga amroqdi, balkim men yeyotgan bo'lishi mumkin. Tugatmagandim, tutib ketgan bo'lishi mumkin. Bularda haqiqatan tutib ketganlarda hech qanday bir ish chaqirtish bo'lmabdi. Mana Gulchehra Adamimizning onasi kasal olib doktorxonaga ketib qolsa, enisini tutib ketibdi. Shuning bilan men bu xabarni anglagandan keyin birinchi qilgan ishim shu vatandagi advokatlarga telefon qilish bo'ldi. Hech qaysi olmadi. Ba'zilari telefonni olmadi, ba'zilari bu keysni tutmaymiz dedi. Aniqla dedi. Undan keyin men bir mazgil nima ish qilishimni uqmadim. Oqidan do'stlarim, hatto oxirida onammi WeChatdan to'xtayli paranglashni deb nima qildi, guruhlardan chiqarib o'tildim degandek. Menga dedi, men chiqitay, sizlarga ish kelib qolgan bo'lsa deb shunday qilib aloqa uzildi. Undan keyin Facebookda qarindoshlarimizning Gulchehra Adam degandeklar, enim yo'q ketdi, dadam yo'qolib ketdi, falonchi yo'qolib ketdi deganda xabarlar chiqqandan keyin bu nima shu ketib qolgandi deb men ansirdim. Mendimi bir mazgil shu inimni men sababli tutib ketgan o'xshaydi, chet elda adam bor deb o'yladim. Gunohkorlik tuyg'usi odamni yeydi ekan. Ondan uzoq o'tmay bir radio Erkin Asiya radiosi xabar chiqdi. Turkiyadan 7-8 aylanni Turkiyada o'qib kelgan, yoki Turkiyaga berib kelgan 7-8 Uyg'ur bolani Börtlardan bir xil tutqun qilibdi deb. Shuning ichida mening enimning ismi bor. Javlonning enisi deb olibdi, ammo Javlonning enisi emas. Javlon Mavlon deb ismini yaqin kelib qolg'ashqimi, Mavlon enisi deb qolibdi, lekin undoq emas. Mavlon shu ichida, shu bir necha bolning ichida tutqun qilinibdi. Shuningdan keyin mening ko'nglim sal o'rniga tushdi. Mening sababimdan emas, Turkiyaga berib kelganlik sababini tutibdi enimni deb. Lekin yana bir nuqtani biz o'z tutishimiz kerak. Ya'ni bu Xitoyning bularni tutishida, bizni Uyg'urlarni tutishida agar chet elda bunda qarab boqaylik, chet elda hech qanday tuqquni yo'qlarni tutdi, chet elda aloqasi yo'qlarni tutdi. Bu yerdagi gap ularning burimi bo'lindi, bu gap xabarlarda, dokladlarda chiqdi. Ularning odam tutish vazifasi bor. To'g'ri deysiz. Bir chamdan necha paxtakni so'qish deganni bak yaxshi amallashtirdi. Nima degan chog'da bularni hammani tutadi. Mayli chet elda aloqasi bo'lsin, tuqquni bo'lsin, bo'lmasin, chet elga berib kelgan bo'lsin, tutadi bularni. O'zinglar qarasanglarmi, 7 yoshdan 70 yoshgacha emgak qilish iqtidori borlarning hammasini tutdi. Hozir ko'ryapmiz, bizning xalqni shu tutqanlarni qul qilyotdi. Ishlatadi. Demak, bularning plani shu. Bularni
tutqan, hammasini tutadi. Ammo bular bu yerda sening hadang batdi, sening hadang ma xizmat qilyapti desa, anang bilan aloqalashibsa, chet elga pul avatibsa, undaq qilsa, mandaq qilsa deb shu banani orliqqa qistirish orqali chet eldagilarning yurkini mujish, chet eldagilarning ovozini o'chirish. Shunga mening bu yerda qarindoshlarga tavsiya qildig'im gunohkorlik tuyg'usi bo'lmayli. Bo'lmayli, chunki Şu u bizning jangovarligimizni ojizlashtirdi. Haqiqatan ojizlashtirdi, ovozimizni to'sidi. Shuning uchun gunohkorlik tuyg'usini biz yetkish tatdiq, endi bir yoqqa qarab qo'yib, haqiqatan biz nima uchun bu Xitoyninki asli zulmining maqsadi shu. Shuni tunib yetishimiz kerak deb o'ylayman. pek to'g'ri bir nuqtani dedingiz. Bayam hayajonlanib ketib gapimdan keyin tushmadi. Mushu xizmat qilish jarayonimizda mushu dokladlashtirish, ya'ni irqiy qirg'inchilikni kundan kunga ish berayotgan soniyan tutqunlarning, Uyg'urlarning sababsiz faqatla Uyg'ur bo'lganligi uchun Uyg'ur kimligi sababidan tutilganligi aniqlangandan keyin, ya'ni shu jarayonda bu asta-asta bizdagi gunohkorlik tuyg'usimi ozlab mandi. Ammo men uchun aytganda 25 insonning biraqla siz sababli tutildi degan xuddi yuragimga qarab bir poy o'q atgandek bu xabar meni haqiqatan silkidi. Uning oldida xuddi mushunday xizmat qilishim iliq bir xil avtomatiklashib ketgandekchi, men cho'qim ishtaq qilishim kerak. Inim uyda ham qiz ham o'g'il bo'lib ota-onamga ashundaq ularning oldiga xabar ilvatqashqa men xotirjam holda xalqim uchun, millatim uchun ancha-muncha ish qila olib ekanman. Inim butunlay xabarsiz bo'lgan kuni men bir haditdim debchi o'zimning muxbirlik bir millatimning xizmatchisi salohiyatimdan boshqa shaxsiy men bir bir insonligimni shu kuni o'tirib o'ylaydigan fursat chiqibdi. 25 tuqqanim yo'qolib ketganda, men bir ota-onaning qizidimi, malaning qarindishidimi, palanning jiyanidimi, bu vazifalarimni qanday ado qilma degan bir kuch bilan, ya'ni bu muhabbat, ichidan chiqqan bir muhabbatning kuchi bilan men portildim. Men Uddul radioning boshlig'iga kirib, to'g'ri, biz muxbirlar uchun teshig'i chiqib so'zlashimiz nurg'un jihatlardan xato, prinsipimizga to'g'ri kelmaydi. Ammo men 20 yildan ortiq yaxshi muxbir bo'lman deb tirishibdiman. Endi menga yaxshi bol bo'ldigan, yaxshi bir hadi bo'ldigan fursat beringlar. Men chiqib bu davoni qilmasam, bu hikoyamni anglatmasam, men bu xizmatimni davom qila olmayman dedim. Shuninglar ular to'g'ri tushandi, kuch berdi, biz kaynanda chiqib. Sen so'zlasang balkim texnik insonlarning so'zlashiga ilhom bo'ldi dedi, rost degandek shundoq bo'ldi. Balkim shu jur'atning sababidan bugun inim hayotda, bugun ota-onam hayotda va turmadan ancha-muncha qo'yib berilganlar hayotda. Uni bilmayman. Ammo biz, ya'ni qo'limizdan kelishi qiliq shu vaqtida men bir muramda bu irqiy qirg'inchilikni dunyoga isbotlashdek ig'ir bir mushkul vazifa bo'lsa, yana bir muramda bir bolalikni, bir qarindoshlikni yetkazishim kerak. Mushu minutdan kechiksam, bular hayot qilishini atayin degan bir kuch bilan bu xizmatni qildik. Endi dedingiz, Alfidar qanday bir kuch deb. Bu yerda Rizvon Gulmi dedi, cho'nqur bir ichiga cho'kish, mundaqcha aytganda gunohkorlik tuyg'usi har qanday insonda bo'ldi dastlabda. Ham buni ko'taramay nurg'un psixikalik masalalarga duchor bo'lgan Uyg'urlarimizmi oz emas. Ammo bundan xijil bo'lmaslik kerak. Inson qanchaki ig'ir azoblarga duchor bo'lgansa, demakchi uning yuragi shunchalik sap, shunchalik muhabbatga to'liq, shunchalik e'tibor beradi atrofidagi so'yganlarga. Shuning uchun u ig'ir azoblandi, ig'ir yorilindi. Agar sal qaragan bo'lsa, muhabbati yo'q bo'lsa, ishdan bo'lmay ko'tirib yuradi. Yo'q yuraveradi. To'g'ri. Qancha oilasiga mas'uliyati bor, qanchaki ota-onasiga, qarindoshlariga mas'uliyati bor, so'ygisi bor insonlar bakkarak ig'ir yorlandi. Ben sizni tabriklayman Rizvongul, sizmi shuncha ig'ir yorlaringizni o'zingiz tengib degandek yana boshqalar uchun so'zladingiz.
bir hadi bo'lish sifatim bilan sizni eng yaxshi tushuna olayman deb o'ylayman. Chunki dunyolikda qarindoshi bo'lganlikdanmi ortiq baxt yo'q bir inson uchunchu. Bishimizga mayli xushallik kelsin, mayli xafalik kelsin, eng boshda yugurib aytgimiz keladigan odam qarindoshimiz. Hatto ota-onamizdan yaqin ba'zi vaqtlarda. Rahmat Gulchehra. Siz meningmi ichki hissiyotimni nihoyatda yorqin ifodalab berdingiz. Hozir turib yana kulgim kelib qoldi. Nima deganda biz bugungi suhbatga biz ko'pchilik ilhom beramiz. Sizlarga buni eslatib o'tganim uchun kechirim so'rayman, lekin maqsadimiz mushundoq eg'ir mushu kulfatni yuraginglarga besib turib, yana xalqimiz uchun deb harakat qilib kelyapsizlar. Shu ruhni boshqalarga ilhom bo'lg'isi deb sizlarga bu savolni so'ragandik. Qahramonlar yig'lamaydi, tegilmaydi. Aslında adam chunki Aslında emas, yig'lamaydi, tegilmaydi. yaxshi yeri ularning beshig'i kelgan mushu kulfat hech bir boshqa millatning beshig'i kelib boqmadi. Biz ya kamera bilan bo'layotgan naq maydonni ko'rsatamisak, ya shu bo'layotgan ishga a'zolari o'g'irlanayotgan vaqtni naq maydonda bildirmayotsak, nurg'unlagan inson qalbidan chiqqan ishlar bo'layotdi, lekin yanılam ko'rsatmayotimiz video orqali, uchur orqali, rasm orqali. İmanımız varken şu bizge medet berip kelyapti. Mening ikkinchi savolim shu. Abay deb o'tdinglar, shundaq vaqtlarni kechirdinglar va hali ham bu tugigini yo'q, qirg'inchilik davom qilyapti. Shundaq vaqtlarda sizlarning e'tiqodinglarning, ya'ni iymoninglarning mushu qo'rqini, qayg'uni, abay aytdingiz, gunohkorlik hissini ve acizlik hamda biz insonga hamda shu ba'zi vaqtda aciz his qilamiz. Shuni yengishda iymoningizning, diningizning qanday yordami bo'ldi va sizga tasalli bergan alohida duo yoki odatlar bormi? Mushundaq vaqtdami yana qanday umidni saqlab qola oldinglar? Chunki sizlar to'xtab qolmay hozirmi yanalam haqiqatni o'ttirg'i chiqarish, shu yuziga chiqarish uchun mücadele qilyapsizlar, kurash qilyapsizlar. Shu umid nereden kelyapti? Men baş cevap bermemmi? İmanımızın, dinimizin rolini. Albatta, elhamdülillah biz musulmon bo'lib qoldik. Allah'ın her qanday bergindimi, bermegindimi bir hikmet borligiga cheksiz ishonganimiz uchun yana tik tura oldik. Albatta, dastlabda hech nima qilib bermaslikdan og'ir azob bo'lmaydigan bir insonga nisbatan erkin bir davlatda bo'lsakmi, urug'-tuqqanlarimizni ya'ni qutqizishda hatta nadiligini bilishkimi qurbimiz yetmay uzoq mezgil shundoq qiynalishda o'tdik, ammo mushu jarayonda hech qachon duo qilishdan, Allohga shukr qilishdan, Allohdan yordam so'rashdan to'xtab qolmadim men shaxsan. Ya'ni ba'zida men deganimdek bundaq yurak azoblarga duchor bo'lish hargizmi Allohning bizni jazoligini emas, bizni shu orqali o'ziga chaqirganligi ekanligidek mushundaq duolarni, tafsirlarni internetlardan ko'p ko'rdim. O'zimga rost desam, shundaq bir hikmat izlagan mezgillarimda shundaq hikmatlarning, ya'ni mushu Qur'onda aytilgan payg'ambarlarimizning hikoyalari, mushu hadislardagi o'gitlar, mushlar hammasi kuch berdi. Ya'ni mundaqcha aytganda hatto o'zimizni umidlarimizni yo'qotib qo'ygan chog'larmi bo'lmadi emas. Iymon endi Rizvongul qanday uqmayman, ba'zida jiroqlasa, ba'zida yiqilmaydi ekan. Ya'ni siz ishonchingizni yo'qotgan vaqtida xuddi sizdan jiroqlayotgandek his qildi ekansiz, ammo jiroqlagan siri siz o'zingizni yo'qotgansiz. Ya'ni ba'zan bir tuyuqsiz kelgan baxtsizlik, musibatlarda hatto insonlar namozlarini tashlab qo'ygan, duog'imi erinib degandek ichidan demaydigan shundoq vaqtlar bo'ladi ekan. Menlar emas, men so'zlashgan nurg'un lager shohidlari bo'lsin, mayli shu
irqiy qirg'inchilikning vositalik zarbisiga uchirgan insonlarimiz bo'lsin. Men bilan paranglashganda shaxsiy o'zimizning shu gaplarni qilishimiz, amal va ularni menga yaqinlashtirish orqali texmo ishki hissiyotlarni qo'zg'ag'im keldi albatta intervyu jarayonida. Bu jarayonda o'zlarining shundoq davolg'uchda ekanligini ifodalagan Uyg'urlar intayin jiq. Hatto shu Xitoyning eng og'ir zulmlaridimi umidini yo'qotmay, shu lagerlarda iymonni qalbida chin tutib chiqqan Uyg'urlar yine lager şahitlerimizmi ba'zan sirtdagi Xitoyning qo'li orqali va yoki aqlsiz nodon kishilarning yani zulmiga uchirganda, yani nayt xato bir inkoslarga uchirganda o'zininki yani ishonchisini yo'qotib qo'yganligini degan edi. Ammo alhamdulillah qarg'uni ko'zdan ayirgan Allah yani hassidan ayırmabdı deb atrofimizda bizga medet berdigan shundoq insonlarni ko'plab avatib turdi ekan. Men mushu bahanda Alfidar sizlarning mushu qurgan Uyg'ur psixik sog'lomlik mushu programmalarga alayda rahmat aytaman. Men aslida bu programmaning psixologlari tarafidan yetaklangan, ya'ni eng boshdagi insonlarning birisi deb qarayman o'zimni. Bu doktor Nihama xonim qatorliqlarga chin qalbimdan tashakkurimni aytaman. O'z vaqtida ashlar bilan so'zlashdimi, nomustab bilan biz Uyg'urlardagi psixologga faqat so'rab qolganda ko'rishdi degan bir xato tuyg'umiz bo'lg'achqa, haqiqiy bundaq bir ilhomga, psixik yetaklashga muhtoj vaqtimizdami shundoq to'g'ri bir yetaklashni qabul qilishdanmi erinimiz. Bu bek xato bir narsaga buni bütün anglag'uvchilarning to'g'ri tushunib, agar o'zi qiynalıyotgan, uxlayolmayotgan, hatto shundoq gunohkorlik tuyg'usida o'zining e'tiqodidan mujroqlashib, o'zining asli xarakterlarini buzilayotgan mushtaq holligini his qilayotgan bo'lsa, darhol shundoq psixik yetakchilardan maslahat so'rashini tavsiya qilaman. Men bir tarafdan psixik yetakchilarning maslahatlarini qabul qilgan bo'lsam, ma'naviy jihatdan, ya'ni shu Qur'onda aytilgan shu surlardagi, hikoyalardagi insonlar uchirgan, ya'ni inson emas, payg'ambarlarimizning beshdan o'tkazgan hikoyalarga o'zimnikini tadbiqlab turib, kuch topdim desam bo'ldi. Masalan, Hazrati Musa payg'ambarimizning ismi, muborak ismi eng ko'p yerda tilga ilindi shu Qur'onda. Nima uchun uning shu ismi bu qadar ko'p tilga ilindi, mushu 124 ming atrofida payg'ambarlarimiz ichida nima uchun Musoning hikoyasiga alohida o'rin berildi deb buni bak qiziqdim. Ya'ni buningdagi Firavn, ya'ni o'zini mushu men Tangri yaratquchi deb tunib olgan Firavndek bir zolimni Xitoyga, ya'ni Xitoyga o'xshatdim va Musoning va uning xalqining ipogan bu mujodilasini o'zimizning xalqiga tavakkul qilishiga, amush tatgan zulmlarga va umid ishonchlarga bog'lab turib tushunish orqali o'zimga ilhom topdim dalalayman. Rahmat. Dilchehrada menmu Musoning payg'ambarimiz Musoning hikoyalarini, kechirmishlarini o'qib, boshini tushunib, shu bir duosi bor, siz bilasiz, shu hamma narsadan ayrilganda daraxtning ostida o'tirib o'qigan duosi, ya'ni Robbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Ya'ni ey Robbim, ne'matingdan nimani bersang men shunga muhtoj deb. Biz Uyg'urlar davomli shu duoni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Alloh eng yaxshisini berguchidir. Yana biriga biz duo qilgan chog'da biz Allohdan umid qilib emas, ishonch bilan so'raylik. Alloh va'dasi vafo qilguchidir. Allah berman dedimi, beradi. Shuning uchun biz Allah berami, bermasmi, Allah umid qilma deb 50% emas. Allah siz shuni dedingiz, siz berasiz deb ishonch bilan, ya'ni bu yer umid bilan ishonchning oraliqida zo'r farq bor deb qarayman. Ishonch bilan duo qilishimiz kerak. Mana undagi shu ishlarimiz boshlangan chog'da shu bir duo menga uchrab qoldi. Duo emas, ya'ni nima deganimiz bir oyat, ya'ni Sura Baqaraning 117-oyati. Allah'ның masjidlərdə Allah'ның namının yad qılınışını tosqan və ularını veyran qılışqa uringanlardımı zalim kişi barmı? Məscidlərə ularning faqat qo'rqqan holatda kirishlar loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi.
Ahiretde çoğun azap, yani dozaq azabı duçar buldu. Ben o muşu ayetni tushungandan keyin o'yladim. Bizda dokladlar bor, nurg'un masjidlar vayron qilindi, ba'zi masjidlar hatto cho'chqa qutiniga aylantirildi, ba'zilari aroq ichadigan, kayf sapa suradigan yerlarga aylantirildi. Ya'ni bular dinga, Xitoy diniga jang e'lon qildi. Allah va'dasida turg'uchidir. Ular bu dunyoda rasvo bo'ladi. Bu dunyoda agar tövbe qilmasa, ular do'zaxga mahkum bo'ladi. Endi biz mishada biz shuni tunishimiz kerakki, islom dini bizning kimligimizning intayin muhim bir qismi. Intayin muhim bir qismi. Biz alhamdulillah ayni vaqtda bir xonadonlik sifatida islom dinini qabul qilgan. Mening o'zimning shaxsiy tajribamdan ilib aytgan chog'da mush bir necha yil ichida shu islom dini, ya'ni Allohga yaqin turishni istaganligim uchun, ya'ni nurg'un kelgan sinoqlarda yana Allohga yuzlanganligim uchun mush kungacha keldim deb o'ylayman. Endi buningda yana bir muhim nuqtani tushundirish izohlab o'tishga to'g'ri keldi. Nima degan chog'da shu kimmi dedi, Gulchehra Adam dedi, sinoqmi bu yoki qandoq tushunamiz buni? Gunohkorlik tuyg'usini qandoq yengamiz? Bu yerda shu endi bu dunyo adil dunyo emas. Har qandoq odam, har qandoq inson ajralab tushdikmi biz bu dunyoga? Bu dunyoda shu azob bor. Har xil sinoqlarga duch kelamiz. Endi bu sinoqqa qandoq pozitsiya tutamiz degan chog'da Allah dedi, har bir jon egasi sinoqqa duch keladi deb. Biz hozir o'zimizning shaxsiy turmushida nurg'un sinoqlar bor. Bir qavm, ya'ni bir Uyg'ur millati, bir ayni vaqtda bir davlatlarning egasi bo'lgan bir millat sifatimizdami biz nurg'un mush millat sifatida o'rtaq kollektiv holda sinoqqa duch kelyapmiz. Mishada hammamiz so'raymiz, nima uchun mening sinoqlarim ko'p, nima uchun bizning sinoqimiz ko'p, nima uchun tugamaydi deb. Mishada bir kichik misol deb o'tayman. İmam İbn el-Jawzi rahmetullah shunda bir hikoyatni qilib ekan. Shu kishi yashayotgan mezgilda shundaq bir ishni ko'zdan kechiribgan. Ya'ni bir kishi bor ekanda, u kishi uda 80 yil 5 vaqt namozni kam qilmay, bir nima kam qilmay o'qibdi. Endi uning o'g'li vafot bo'lib ketdi. Shuning bilan bu kishi Allohga texmi yaqin bo'lishning o'rniga shunda debdi, Allohga duo qilganning nima foydasi? Alloh hech kimning duosini anglamaydi ekan. Mana buni anglagan İmam İbn el-Jawzi rahmetullah shuni debdi. Shuni tunib aytibdiki, bu kishining Alloh qilgan ibodati islom dinini bilish, tushunish uchun tushunish asosidagi Alloh uchun emas, balki bir odat, kunlik turmushida odat qilgan 80 yillik bir odat shaklidagi ibodat bo'libdi deb. Endi Allah subhanahu wa taolo shunda deydi: "Va minan nasi man ya'budulloha ala harf." Bu nima degan gap desanglar? Ba'zi insonlar xuddi egiz yerning levida turgandek ibodat qildi. Agar yuz bergan ishlar ularning foydasiga bo'lmasa, ular yerdan sakraydi. Bu oqibatning, ya'ni yiltiz bu oqibatning yiltiz sababi nima deganda, ularning Allohga bo'lgan iymoni va ibodatini Allohdan keladigan ne'matga bog'lab olgan, bir shart qo'yib olgan bu yerda. Allah ularni sinimizla ibodatini davomlashtirdi. Agar sinoqqa duch kelsalar, ular yuz o'riydi. Endi bu yerda Gulchehra adamimiz dedi, payg'ambarlarni o'ylab boqaylik. Payg'ambarimizning qaysi birisi bir sinoqqa duch kelmadi? İbrahim alayhissalom o'tga tashlandi, Musa alayhissalom Fir'avnga duch keldi. Bizning payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallam nurg'un ahanatlarga duch keldi. Hatto Toifga borgan chog'da chalma kesak qilindi. Bu yerda men shu payg'ambarimizning yana bir duosini o'qib berman. Bu yerda mening demoqchi o'g'lim, Allah nima uchun bizni sinaydi? Ya Allah, sen nima uchun meni sinaysan? Ya meni bizni sinaysan Uyg'ur sifatida? Demak, Allohdan savol so'ramay biz, balki o'zimizning shu ishqa, shu sinoqqa duch kelgan pozitsiyamiz orqali javobni o'zimiz izlashimiz kerak. Ya'ni biz yerdan sakramdik yoki Allohga texmi yaqin bo'lamdik. Bu yerda men abay deganimdek payg'ambar alayhissalomning duosini men mushtaq Uyg'urcha yozib qilib olgan, shuni o'qiyman. Chunki bizning har kunki, har daqiqalik vaqtlarimiz xuddi shu payg'ambar alayhissalomga o'xshash shu Xitoyning zulmi sababidan chetga qiqilishga, zulmga,
chetki qilishga deganim butun dunyodagi boshqalarni biz uchun qarshi shakl bizning qarshimizga kelib qo'yyotdi-da. Bizga yordam qiladigan odam yo'qdek, bizga ko'ngil bo'ladigan odam yo'qdek, mana shunday his qilamiz. Yordamchimiz yo'qdek his qilamiz. Mana shu vaqtlarda biz diniy nuqtadan chiqib aytgan chog'da payg'ambarimiz duch kelgan har xil sinoqlarni o'ylayli, ularning qilgan duosini, Muso alayhissalomning qilgan duosini o'ylayli, payg'ambarimizning duosini o'ylayli. Men sizlarga hozir o'qib beray. Ey Allohim, insonlarning oldidagi amalsizligimni, zaif ve aciz ekanligimni ko'ryapsan. Ey Allohim, sen acizlarning Rabbisan. Shunaqla mening Rabbimsan. Meni kimlarga topshirding? Ya'ni Uyg'urlarni kimlarga topshirding Allohim? Bizga yomonlik qilgan yotlargami yoki menga qarshi qurollangan dushmangami? Umi mayli, men sening g'azabingga yo'liqmasamli bo'ldi. Lekin sening yordaming men uchun texmi rohat, texmi yaxshi edi. Butun qorong'ulikni yo'ritgan va har ikki dunyoni tartibga solgan nurungga sig'inman. Men sening g'azab nafratingga duchor bo'lmasamli bo'ldi. Sen xolig'iningga yordam qilg'uchisan. Sen eng kuchlik va eng qudratlisan. Agar payg'ambarimizning mana shu duosini, sallallohu alayhi vasallam duosini biz analiz qiladigan bo'lsak, nurg'un tarafdagi chetildi. Ya'ni bu yerda payg'ambarimiz ya Alloh menga yordam qilgin. Shu chog'larda hatto payg'ambarimiz mush duoni mushu Taifdan chiqqan chog'da farishta keldi. Xohlasang Taifni hukm talqon qilib o'tay deb. Undaq emas. Undaq qilmagan ularning avlodlaridami Allohga iymon keltirganlar chiqib qolish mumkin dedi. Ya'ni payg'ambarimizning mushu duosini biz analiz qilgan bo'lsak, nurg'un xislatlar chiqdi. Birinchisi, Allohim yordam so'rasa, inoqli yordam so'ray oladi, lekin Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kamtarlik bilan Alloh, sen xolig'ingga yordam berguchisan dedi. Yordam shundan keldi. Yana biriga qarindoshlar, yana bir askar qo'ydig'im, biz zulm orqali qarshi tura olmaymiz. Zulmga g'azab, nafrat orqali qarshi tura olmaymiz. Zulmga biz o'zimizning qarindoshlarga texmi mehribon bo'lish orqali shunda qarshi tura olamiz. Shuning uchun mushu bizning oramizda tarqalayotgan bir g'azab, nafrat, bir adovat saqlashdek nurg'un yomon xislatlar bor. Yomon illatlar bor, xislat desak to'g'ri emas, illatlar bor. Shuning uchun biz mehribon bo'lishni, ko'ngil bo'lishni, haqiqiy samimiylik bilan yordam qilishni oldiga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Rahmat. Shu umidvor bo'lishimiz kerak, pozitiv bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Men shunda esimda bir qarindishimiz menga shu Uyg'urlar oxirgi yillarda bak chekidan eshib, aroq ichib, o'ynab qilib ketganligi uchun mushunaqa kunga qoldik, mana Allohning g'azabini qovdirdik degandi. Men dedim, o'qimayman endi hech birimiz bu yerda diniy mutaxassis emas. Lekin kim bildi dedim, balki Xudoyim Uyg'urlarni shuncha yaxshi ko'rganligi uchun mush sinoq orqali hammamizni jannatga ketayotamdi. Xudoyim o'zi bildi. Balki jannatga Uyg'urlar to'shib ketayotamdi, lagerlarda shehid bo'lgan. Biz endi kechgacha negativ o'ylab olmay, to'g'ri shaklda o'ylab, abaysiz degandek birlik baravarligimizni saqlab, bir-birimizga mehr muhabbat bilan muomala qilib, texmi kuchlik turishimiz kerak deb o'ylayman. Afsuski, eng og'ir zulm kelganda hech qilamasak, qo'limizni ko'tarib duo qiladigan Allohimiz bor, lekin afsuski deyishimning sababi vatanimizda shunimi qilg'izmayotdi xalqimizga. Shu duonimi, namozini o'qig'izmayotdi, duonimi qilg'izmayotdi, lekin yana xalqimiz ko'zi orqali, yuragi orqali o'qib kelyotdi deb o'ylayman. Bu azob uqubatlarmi hech narsa sonsiz davom qilmaydi. Bir kuni tugaydi, bir kuni hammamiz erkinligimizga, mustaqilligimizga erishimiz deb o'ylayman. Vaqt munosabati bilan men yana bir savolimni so'ray. Shu Ramazon oyi hammamizga sabrchanlikni o'rgatadigan, chidamliq bo'lishni o'rgatadigan bir oy. Boshqalarni, oshlarni qanday his qildiganini tushunalaydigan bir oy. Mushundoq bir oyda sizlarga so'raydiganim Uyg'urlarimizga, vatanimizga, xalqimizga, qarindoshlarimizga shundoq og'ir kulfatlar kelyotdi va davom qilyotdi. Sizlarning ularga, masalan, abay duomi qilolmaydi deydik. Beradigan qanday nasihatinglar bor? Mushundoq bir vaqtda ruhiy sog'lomligimizni, ya'ni hatto muajiratdagi xalqimizning bir-birimizga bo'lgan ruhiy his va sog'lomlik jihati qanday
birleştire alaymiz? Qandaq qısaq özümüzni texmi ruhluq, sağlam tura alaymiz? Şundaq bir kuch qudratni kuchlandire alaymiz? Singlim, Tushundiremedim sualımni, lekin özünüz aytgandek biz bir diniy mutaxassislar emas, faqat biz o'rganguvchilar, yanala ya'ni imonimizni yo'qotmaslikqa tirishchanlik ko'rsatayotqichilar. Bu yerda endi Baqara surasining 216-oyati esimda qolishcha shuni eslatishim to'g'ri keldi. Bir qitim takrorlayman. Ya'ni siz yaxshi degan narsa yaxshi bo'lishini atayin, siz yomon degan narsa, ya'ni sizga beshig'iz kelgan, u yomon bo'lishi atayin. Endi yani bu yerda beshimizga har xil kelayotgan zulmatlar Allohning o'ziga chaqirishidir deb tushunsak, eng to'g'ri bo'ladi ekan. Ya'ni men beshimdan o'tgan bir ishni aytsam, Alloh deydi-ku, yana bir hammamiz takrorlaydigan bir sura bor, ya'ni güzel Allah hech qachon quliga ko'taramagidek darajada ya'ni yük sinoq bermaydi, yuk bermaydi. Bu beshimdan o'tgan bir narsa. Men bu yerda bir shaxsiy hikoyamni sizlar bilan o'rtoqlashishimga to'g'ri topdim. Agar buning boshqalarga bir kuch bersa, ya'ni bu erkiy qirg'inchiliklar boshlanishidan burun 2015-yili men 4-farzandimga eg'ir oyoq vaqtimda dadam tuyuqsiz shu yiqilib menga qon tushish sababidan bir tarafi paralish bo'lib qoldi. Men eg'ir oyoq mazgilimni toza shundoq eg'ir besim ostida o'tkazayotgan vaqtimda ya'ni men ko'tagan farzandimning homilamda bir chatoq borligi sezildi doktor tarafidan. To'qsonmi bu bola hayot qilishini atayin, yurak o'pkini besyapti. Şoň bilen öpki çoňaýanmapdy dep şundaq diagnoz goýdy. Şundaq wagtda men ýene bu balaның jüregi sokuwatgan bir ahwal aslında taza Ramazan wagtydy muşu diagnoz goýulgan wagty. Men aş bütün işençim bilen ýok, Allah maňa bu balany ata kılganken bunyň bir hikmeti bar. Men buny ahyrgaça çydap möjizige işinimen Allah'nyň dep şu xil roý bisimlarni kötürüp şunda bir kıyım mezgillik egir ayaklık bir tecrübe boldy mende. Hem bir tarafdan işleymen, bir tarafdan 3 farzandim bar. Olaga külüp bakmysam bolmaýdy. Bir ýakdan dadamnyň kesili egirleşýärdi wetende. Şundaq bir ahwal astyda ahyry bu balany toluq ýengidim Allah'nyň medeti bilen. Emma bir ana üçin farzandini tehi emdirişgimi amalsız tupraqqa bermekden egir bir azap bolmasy gerek. Hemde meniň peşimden ötkeni bu. Şu wagtda men bütünlei ümidimni hemme näseden üzdüm, hayatdan üzdüm hatta. Nimişqa? Nime üçin men? Nime üçin maňa keldi bu dertler? Nime üçin men nime kılganga degan sualny toktamay özümden sordum, azapladym, jogap tapamadım. Emma oğlumni doktorxanadan elip kömüşke taýýar kıldygan meyitini ep gitişke taýýar kıldyganга şu mescidimiz, ýani biz öz wagtda Virginiýanyň Woodbridge turatdyk. Şu ýerdeki ýerlik mescidden imamy keldi. Kelip meni 5-6 ýylyňyzy tonydy. Meniň bu kadar düşkünligimni körüp his kıldy boğay. Sen nimişke bundaq düşkünleşsejidim singlim? Hatta men senden kızgınıwatdyma, Allah sana muşu sınaqny bergeniga dedi. Men hayran bolup garadım. Sen bilemse Allah deydi ki balları bilen, yani farzandlarynyň azabı bilen synagan analarny cennetde özlem aldygy çykyman deydi. Hatta periştilermi ulardan kızgyndyken dedi. Hayran bolup garadım. Kysam belkim sana sen küçlük bolganlygyň üçin, sen kötüräliginiň üçin Allah bu sınaqny sana berdi. Nime üçin maňa bermeýdigandy dep men azaplanyp meselen. Başgalar anlasymy ajap bir ýaxşy bir synylypdy. Bu sınamyz ajaýyp täleýlikken deýdiganlar bar eger dinni togry düşense. Bu dünýäde sen ýaman digen işler keyinki haýyrligin üçin dep şundaq isli düşendirdi. Bir dillilik qapqarangy kalbim
vallada nur bilan yo'rgandek bo'ldi. İlk sual kallamdaki nima uchun men uchrayman bu zulmga deganni nima uchun men emas ki o'zgartirdim. Nima uchun men emas? Chunki men kuchlik, men buni ko'tara olmayman. Mening Allohga ahdim bor, ishonchim bor va buning keyin yaxshiliklar uchun ekanligini, meni texim kuchlantirish uchun, o'ziga yaqinlashtirish uchun qilayotganligini chin qalbimdan his qilib, ashuni ishonganim uchun men bu azobni yengdim. İşensanglar, faxrlanish bilan doktorxonadan ayrıldım. Şu 9 aylık, 9 ay, 9 günlük aşı bütün azaplarım hammasi arzigandek xuddi men bir yaxshi imtihonni berib olgandek shunday hissiyatda ayrıldım. Şu qarindoshlarim bugun sizlarga kelgan bu zulmlar, azaplar sizlar kuchli bo'lganinglar uchun Alloh sizlardan menden ayrılma, menden jiroqlashma deb chaqirganligi uchun beshimizga kelyapti. Shunga hamma g'eriblarga muborak bo'lsin. Hamma qarindoshlari, urug' tuqqanlari, ota-onalarining azoblari bilan sinalgan har bir qarindishimizga muborak bo'lsin. Bu muborak oyda sizlarning o'zinglarla emas, ota-onalaringlar shu vatanda qolgan ro'za tutamaydigan, duo qilolmaydigan, ashta qilishga jur'atimi yo'q, fursatimi yo'q insonlar uchun qilgan duolaringlar qabul bo'lsin. Men shunchalik so'zlay bek hayajonlanib ketadigan. Bundan xalqimizning, ya'ni zulmlarga, har xil azoblarga duchor bo'lgan qarindoshlarimizning, hamshiralarimizning azroq bo'lsa ilhom ilishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat Gulchehra, Rizvangul hada siz desangiz qanday qilsaqmi shu muajiratdagi Uyg'urlarimizga texmo umid bera olamiz, qanday ruhiy sog'lomligimizni ko'tarib tura olamiz degan. Gulchehra adamning o'zining beshini o'tganini anglab, oxirdagi xalqimizga bo'lgan ilhom so'zlarini anglab, hech bir qo'shilg'aya qolmagandek his qildim. Endi men endi hammamizning azobi bo'ladi. Xuddi Gulchehra adamiz degandek azobni ko'taramasak Alloh bermaydi. Ham azobni yoki zulmni mushlarni berganning ichida, ya'ni qiyinchilikni berganning ichida, ya'ni qiyinchilikning ichida osonlik berdi bizga. Shunda. Ya'ni qiyinchilikdan keyin osonlik keladi dedimidi, qiyinchilikning ichida osonlik bor dedi. Shunga biz Abay Alfidar degandek pozitiv, ya'ni aktiv energiyada turaylik. Nima ish yuz bersa, uning yaxshi tarafini o'ylaylik. Ya'ni agar bir musulmon bandiga azob kelsa, yaxshilik bo'lsa-mu, u shu musulmon bandi uchun yaxshilik hisoblanadi deydi. Qanday degan chog'da yomonlik kelsa-mu, uni biz yaxshi tarafini o'ylab, uni sinoq deb shuningga tutgan pozitsiyamizni to'g'ri qilib, Allohga texim yaqinlashib, yengishimiz kerak, sinoqdan o'tishimiz kerak. Agar bu dunyoda sinoqni o'tamasak, u dunyoda sinoqdan o'tishimiz texim tasavvurda biz u dunyo uchun, bu dunyodagi sinoqlarni o'tib ketishimiz kerak. Shuning uchun tirishaylik, bo'lib mana Ramazon oylarida bizning vatandagi xalqimiz butunlay qamal qilaylik. Ularning so'zi, anglaydigan quloqi, ko'zi nimani ko'radi, hatto nimani o'ylaydi. Hamma narsa qamal qilg'iliq. Ular qilolmaydi, Alloh ularni kechiradi. Xuddi Musa alayhissalomningki qavmini ulardan mas'uliyatni ko'tarib o'tgandek, ulardan ko'tarib olsin. Endi bizning muhojiratdagi qiyinchiliklarimizni qila oladiganini, bizning eng oxirida murojaat qilganimiz duo emas. Men shuni ta'kidlayman. Men uningdan yordam so'radim, buningdan yordam so'radim. Endi olmaganda duo qilay. Yo'q, undaq emas. Duo boshda kelish kerak. Biz duo qilaylik. Uningdan keyin duodan keyin amalni shuningga yondashtiraylik. Duoni qilib qo'yib, amal qilmasak bo'lmaydi. Duoda biz hatto Alloh subhanahu va taolodan, Alloh bizning jon tomirimizni yaqin ya bizga. Biz nima ish qilishim kerak, ya'ni qanday ish qilishim kerak, menga fursat bergin, xalqim uchun xizmat qilgan fursat bergin. Shu fursatda nima ishlarni qilishim kerak, aniq ko'rsatgin menga. Shu ishlarni oson qilib bergin. Niyatimda samimiy qilgan. Mening agar qobiliyatim yetmasa, men qobiliyat bergin, menga o'rgatgin deb nihoyat konkret duo qilishimiz kerak. Endi Ramazonda yana bir musulmonlarning ustida bir farz bor, u bo'lsa zakot berish.
sadiqini xalqalar berdi, iyonini xalqalar berdi, ammo zakat u farz. Hammamiz zakatimizni zakat beraydiganlar hisoblab zakatni ishonchlik beraylik. Muşunda bir işini degim kelyotidi. Men bu mallanchuk men 2021 yılı 8 ayda Yeni Zelandiyada Uyghur Xalq Taraqqiyot Fondini tizimga aldıdım. Biz şunundan beri Uyghur xalqiga bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlarımizga iqtisodiy jihatni o'zini yuksaltirish, ba'zi o'qiyotgan ota-onalarga, ba'zi yetim bolalar va ota-onalarga yordam qilish, garchi uzluksiz olmasimi, ba'zida qo'limizda imkoniyat bo'lganda yordam qilib kelyapmiz. Endi mushu Ramazonning xislati abayman degandek zakat, sadiqa, iyonlar keldiganlik uchun uning ustiga yana biriga bizning Uyg'urning ahvolini tushungan nurg'un boshqa musulmon qarindoshlar to'rlarda iyonish qilishni boshladi. Men Launchcode'ga qarab baqdim. Sizlar ham qarab baqsanglar bo'ldi. 380 necha Uyg'ur degan ismni kirgizib, xatni kirgizib izlasanglar 380 necha iyonish qilish faoliyati bor ekan. Buning qanchasi bizning Uyg'urlarga boradi? Qanchalik boradi biz uqmaymiz. Ham bizning qildig'inimiz sen bizning Uyg'urning nomida pul yig'ib sen deb boshqalarning berib ketgan siqolmaymiz. Bizning qildig'inimiz bizmi başqalarının bizga Uyg'urlarga iymon yetkazib beradigan imkoniyatni yaratib berishdek bir vazifamizni ado qilishimiz kerak. Shuning turkusida men Launchcode'da Uyg'ur Ramadan Relief deb Uyg'urlar uchun, ya'ni Turkiyadagi Uyg'urlar uchun asosli zakat, iyona, sadaqa beradiganlar uchun bir imkoniyat yaratdim. Shunga ko'pchilikningki shuningga ataqalar bo'lsa berishini men so'rayman. Beringlar deb hatto talab qilman. Chunki qo'yningdan tukuz qo'njinga. Biz Uyg'urlar o'zimiz yo'lmasak, boshqalarning yo'lishiga qarab tursak, biz ichimizdan o'zgargan bo'lmaymiz. Ichimizdan o'zgarmagan ekanmiz. Bu holatimiz xil vaqt davomlashadi. Shuning uchun biz o'zimizni o'zaro qo'llash va o'zaro kuyinish shundoq bir asosda ilgirishimiz kerak. Alloh xolisa ishonsanglar bo'ladi. Biz shunday yilning yog'izi bizga yoshirin va oshkora zakat berib kelgan qarindoshlarnikini intayin tartibli holda, aniqlik holda surishtirib shu zakat olishga tegishli qarindoshlarni tepish orqali shunday qilib berib kelyapmiz. Bu amaliyat biz uchun nihoyat chong bir mas'uliyat. Rahmat. Bilib turib qilyapmiz. Shunga shuni bir qisqacha deb qo'yaylik. Chiq vaqtimiz qolmabdi, shu sababdan qisqartiryapman. Men o'zimning fikrimni demoqchi bo'lsam, bu yerda qilgan namozlarimiz, duolarimiz, ro'zalarimiz o'zimizning yana bir dunyosi uchun, shundaqmi? Lekin yana bir dunyoga borganda, menimcha Xudoyimmi xalqing mushundaq zulm ichida bo'lgan, mushundaq vaziyatda xalqing uchun, insonlik uchun nima ish qilding deb savol so'raydi. Mushu savolga 100 kelaligidek javob bera oladigan bir hayot yashashimiz kerak deb o'ylayman. Shu sababdan duo qilib, qilgan dinimizni, iymonimizni yaxshi yashagandan boshqa yana xalqimiz uchun, vatandagi qarindoshlarimiz uchun nima qila olayman, nima qilishim kerak, shuni o'ylashimiz kerak. Hech nima qila olmasak, pul orqali siz abay degandek yordam qilsaqmi bo'ldi, tashkilotlarimizga yordam qilsak bo'ldi, mush ishni qilayotgan, Uyg'ur ona tilini saqlayotgan maktablarimizga yordam qilsak bo'ldi. Nurg'unlagan yerlar bor, qo'limizdan kelgancha yordam qilgan. Buni qila olmasakmi, tarjima qiladigan ishlar bo'lsin, yoki lager shoyitlarga yordam qilib bir yerlarga opirib shularning ovozini anglitadigan yerlar bo'lsin, mashina orqali opirib qo'yib akab qo'ydigan har xil ishlar bor endi. Qo'limizdan kelganicha yordam qilsak, hech bo'lmasa vijdonimiz biza bo'lsinmi, yana bir dunyoda jim turmadim, men xalqim uchun bir ishni qildim deyalaymiz deb o'ylayman. Endi oxirgi savolimga kelsam, mening savolimga agar mushtabda yana boshqa shaxsiy o'zimizga ta'sir qilgan hikoyaga qaytaylik. Eninglarga agar ovozinglarni anglata bo'lsanglar, nima dedinglar? Qandaq tilaklaringlar bor? Endi umidvor bo'lish uchun yana nimalarni qilishimiz kerak? Shuni ikkinchi tarmog'i savolning shunaq oxirlashtiraylik deb o'ylayman, chunki yana ham umidvor turishimiz kerak. Boshqalarga o'zimiz shunaq og'ir kunni kechirib olsakmi, o'zimizni ching tutib, yana chidamchan bo'lib, jasoratli shaklda boshqalarga umid berib, bir xalq shaklda, bir millat shaklda kuchli bo'lib, chidamli bo'lib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Shunga nima go'zal tilaklaringlar bor deb so'rayman. Endi men Rizvangulga qaraganda biroz talaylikroq bu temada. Enim Qaysar
Kıyım hoca 3 yıllık lager hayatını beşten ötküzüp, yani 20 yıllık kulluk emgek lagerini beşten ötküzüp koyup berildi. Ama koyup berilip de uzun ötmey Xitay hükümeti onu Xitay'nın baş CCTV'si çıkarıp men toğırlık sözletkizdi. Ondan keyin bolsa hamda Amerika hükümetinin qattiq turuşu, yani elçilerinin toxtamay ulardan talep qilishi turtkisida inim ve apam bilan aralab bir ayda bir ishga qaytam ahvollashish fursatiga ega bo'lib turibdiman. O'ziga lekin telefonlarda undaq deyish bak tez yig'lab ketishdan oldin elish uchun bo'lsa bak hissiyotli gaplarni qilmayman. Salomatmisan? Apam dadam yaxshimi? Shundaq gaplarni qilaligimga Allohga ming qadr shukri. Uning hayot turg'unining o'zi men uchun bir sham chiroq qorong'ulikni yo'ritadigan. Endi har doim yinimizda bo'lmasmi, men dedim u qarindoshdan yaqin inson bo'lmaydi hayotingizda. Hech kim uning o'rnini ololmaydi. Ama her bir qilgan ishimda, her bir olgan qarorimda qaysar menga qandaq maslahat bera bo'ldi, men ishni qilsam u xush bo'lamdi degan narsalarni o'ylamay, demak u men bilan yashayotdi. Hozir ko'rib turibdimanki, ba'zida telefonni bolalarimga berib qo'ymaylik, men gap qilolmaganda tog'isi bilan xuddi birga cho'ng bo'lgandek hissiyat cho'ng bo'ldi. Nima uchun? Men bolaligimdagi qarindishim bilan bo'lgan hikoyalarimni anlatib cho'ng qildim. Mehr muhabbatni bir-biriga bo'lgan qarindoshlik mehrini o'zimning qarindoshlik hikoyalarim orqali so'ndirdim. Hatto dadam bek aqlli odam, bizga kichik vaqtimizda urushchidan bo'ldi, hatto bir parcha eski qog'ozni talishib qarindoshlar chashlashib ketdimiz, kichik vaqtlarimizda urushib ketdimiz. Ashunda vaqtlarda maktablardan yo mahalladagi bolalardan o'rganib olgan eski gaplar bilan bir-birimizni voy sarangsa eski deb tillig'imizda dadam anglab qolsa hargiz bevosita xato qildim. Nima bunday qilsa deb demaydi. Bek ochig'ingiz kelganda-chu bolam paxta deb tilib etding ha. Bek ochig'ing kelganda-chu bolam bu qizni samsaq devetgina debchu ashunda o'rgatgan. Ikkimiz so'qishsak haqlar kulib ketib qoladi-chu, sen paxta deb men qopib urush qilsam ashunda u yana bir nima dedi. Shu hikoyalarni deb bersam bolalarimmi hozir bir-biri bilan so'qish qolsa paxta deb kulish ketadi-da endi. Ularning shu xil mehr, qarindoshlik, bu urug'liqqa o'tirsidagi bu yani rishtani har qanday bir kuch, har qanday bir zulm to'xtatamaydi, ayirib etolmaydi. Shuni men demoqchi bo'lganim, men fiziklik jihatda, yani jismoniy jihatda ulardan ayri yashagan bo'lsam-mu, inim har zaman yuragimda, her zaman ruhimda men bilan birga yashayotdi. Shuni men undan hech bir jiroqdek his qilmayman. Bu Ramazondek mush kunlarda inim uchun duo qilaman. Onun teşekkür etme, onun ecri, yani özünü kurban kılıp, yani balılık niyet kızış için hatta hizmetlerden vazgeçip, hatta mening inim bo'lganlik uchun uning bilan to'y qildigan qizlarni qancha qitim yeni olgan bo'ldi. Ashlarni ko'tirib menga bir eg'iz voysimay, ya qarshiga qilmay, mushundaq yashayotgan o'zi menga bak cho'ng ro'yi o'zi. Allah bana yazgan savaplarının hemini versin. İnimi versin de dua kılma hatta. Çünkü ben qarzarlık his duygusunda yaşap geldim. Şu bu benim yerimindeki. Bu siz men hayat emas, men siz hayat emas deb o'ylayman. Şuna qarindoshlardan jismoniy jihatdan jiroq qolsaqmi, qalbimizda, duolarimizda ular bilan birga yashasak, qalbimizni yana beyitib turdi. İnşallah bu dünyada yüz görüşemsek, cennette yüz görüşdüğümüz üçün tirişimiz ve onun dua kılışımızı ümit kılman. Hemimiz bardağı yerimiz okşaş. Ölüm korkutamaslığı gerek bizni. Ölümden keyin yüzlendirilen mengülük bizni korkutuş gerek. Yaratquchi Allah bizga her sınaqni bizga yaqinlashsin deb berayotgan muşu. Ramazandek aylarning sultani güzel bir ayda bu fursatni pek ching tutishinglarni umid qilaman va xuddi bankaga pul qo'ygandek hisoblanglayishimiz har bir duoni, har bir namozni o'zinglarning kelgusi uchun Alloh bizning namoz qilishimizga yoki duo qilishimizga muhtoj emas. Biz uning muhtojligimizni aniq bilib turib, qalbimizdan ishonch bilan qilgan duolarimiz cho'qim qabul bo'ldi. Qarindoshlarim, hammanglarning
Ramazandaki barlık ibadetlerini, dualarını Allah kabul eylesin. Uyuңларга bereket, salametlik, hemimlaga hoşallıklar, hatırcemlikler yar bulsun dep tileymen. Amin. 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 Gülçehre'de siz bana qaytadan ilham berdiniz. Sizdek bir high profile qenişimizden muştaq davamlıq sözləp duruş. Eğer davamlıq sözləp tuğanğala tutup kirketadigan qoyup bermeydigan iş olsa, sizin qenişinizga şundaq kun kelgen boladi. Ama amaliyatda Xitoy xalqaraning bismidan qo'rqaydi. Şunlar. Biz davamlıq sözləp duruşumuz kerakkan. Mana mening inim asli chiqish kerak. 1-ayning 17-si uning naq 9 yil vaqti to'shgan. 9 yil qarindoshlar, 9 kun emas, 9 oy emas, 9 yil vaqti to'shdi. Xitoyning o'zining qonunida tutilib ketgan kundan boshlab hisobgan. Ammo tek qo'yib bermadi. Qo'yib bermadi. Men qanday qilishim kerak? Ya'ni 2 oydan keyin, 3 oydan keyin qo'yib beramikin, qo'yib berdi men jim tursam. Men mushuna tasalli, mushundaq Fikret kalmışsın, mushundaq maslahatlarni bergan bo'ldi. Lekin mening ko'nglim uning qo'nimaydi. Men davomli so'zlayman inim uchun. İnşallah. İnşallah. Men inimni bir qo'lini tutib, bir billa tomoq yeb, bir ochlik mas'uliyatimni bir qarsini ado qilib olishni so'rayman Allohdan. Kılalayınız. Hamma qarindoshlarimizning o'zining mush ayrilib ketgan ota-ona, urug' tuqqan qarindoshlari, hatto xizmatdoshlari bilan qaytadan bir ko'rishish fursatiga erishishni tilayman, duo qilaman. Hammamiz shuning uchun davomli tirishaylik, kurash qilaylik. Allohim hammamizning duolarini, hamma ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohim marhamatlikdir. Amin. Amin. Jığlayımız akıdım yani külümüz. Yani Hayatımdan şu Allah g'iyriplağı mübarek olsun. Yani bir qitim Rizvangul sizga mübarek olsun. Sizlar mücadilangizga mübarek olsun. Oson emas sanırım. Ama davamlaştırıvatqaningizdan o'zi Allohga qanchalik yaqinligingizni ifodalaydi. Texmi yaqin qilsin, kuch bersin Allohim hammamizga. İnşallah bir kuni iningiz bilan quchoqlashib muңdashadigan shu kunlar uchun hammamiz duo qilamiz. Hammamiz o'zimizning oilasi, vataniga qaytib, ro'zlarimiz Allohni urug' tuqqanlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan birga o'tkazadigan shu kunlar uchun duo qilamiz inshaalloh. Amin. programmamızın ahırıga kep qaldık. Bir neçe suallar barken biz lekin chiqib turadi, yazmacha qaytursak bo'ldi keyin. Sizlarning bu vaqtinglar qis bilaman, boshqa yig'inlaringlar, ishlaringlar bor. Her işkiringlarga naiti köptün köp rahmat. Öz keçmişleringlarni, his tuyg'ularinglarni, o'y fikringlarni biz bilan ham baharladinglar. Va shundaqla qandaq mushunaq texmo mushunchilik ig'ir bisimlarga bosh egmasdan kuchlik turayotganinglarni, buningga dininglarning, e'tiqodinglarning qandaq jasorat berayotganini biz bilan o'rtoqlashdinglar. Köptün köp rahmat. Mushu programmamızın mübaşqılarga şunchilik bir jasorat, ilham belgisi deyman. Ahirda meni o'xshash, sizlarga o'xshash vatandagi qarindoshlarimiz uchun duo bilan tugatishni to'g'ri ko'rdim. Hech kimning beshig'i kelmagan mushundaq ig'ir kunlarni o'tkazyapmiz. Tuqqanlarimiz bilan ko'rishamayapmiz. O'zimizning kindiq qini to'kilgan vatanimizga boramaymiz. Qanchalik ularning azob ekanligini, tasda yashaydiganligini bilyapmiz. Lekin miyada bir qistirib o'tayman, shu gunohkorlik tuyg'usi menda bek yuqorida. Hech qilolmayotganmiz, nima qila oldik degan bir fikrda botdi. Uning ustiga xalqimiz bizdan so'rayotdi, kutyotdi deb o'ylaydim. Bo'lib nurg'un qarindoshlarimiz bilan so'zlashganda ota-onam meni ayblayotganmidi, nima qilib juriysan deyotganmidi deb his qilaman deydi. Men shu Nihama bilan psixolog bilan ko'rishganda undaq o'ylama dedi menga. Vatandagi tuqqanlaring hech bo'lmasa seni sog' salomat chet elda yashayotdi deb ular xushal shukr qiladi dedi. Shunga gunohkorlik hissini sen ular uchun nima qila olayman deb kuchlanish hissiga aylantir dedi. Men shundaq his qildim undan keyin. Texmi birlik ichida bir-birimizga mehr muhabbat bilan kichik ishlarni kechirib, apuchanlik bilan
nima qila olamiz vatanimizning erkinligi uchun, qarindoshlarımızning erkinligi uchun, shularning dinini, iymonini erkin yashay olish uchun nima qila olamiz? Shu tarafdan bakrak o'ylanib, chet eldimi Uyg'urligimizni qanday saqlab qola olamiz? Tilimizni, iymonimizni, millatimizni qanday saqlab qola olamiz? Qanday özümüzni azad bo'lsa beriblam yana davlat quradigan kuchga shu qudratga ega qila olamiz. Shu haqida texmi kuchishimiz kerak deb o'ylayman. Inshaalloh bizga shu kuch qudratni Xudoyim bera. Bu uzun zulmatning oxiri cheki kela. Sizlarga yana bir qatim ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shu fursatni berganlik uchun Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusiga rahmat aytamiz. Har qanday savolinglar bo'lsa, ko'rilmanlar. Bundan keyin qaysi temalarda so'zlashishni, suhbatlashishni xohlasanglar bizga yozsanglar bo'ladi. uyg'urwellness@gmail.com ga email qilsanglar bo'ladi yoki uyg'urwellnessinitiative.com ga kirsanglar yoki 571 352 07 08 telefon nomerimiz Amerikadan bizga telefon qilsanglarmi bo'ladi. Sizlarga psixolog kerak bo'lsa, ağır günlerini beşinlerden keçiriyotgan bolsanglar, biz bilan aloqalashinglar. Shu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik programmasi yordamida bo'ladi. Yana bir qatim sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz vaqtinglarni bilan suhbatda bo'ldinglar. Nayti ta'sir qildi. Men o'zimni shunda ching tutib turdim. Lekin qarong'u kunlarning bu bir kunduzi bo'ladi, quyosh cho'qim chiqadi. Alfidar ahırda bir ruhsat bersangiz, qarindoshlar shunday bir narsa kallam kelib qoldi. Hamma narsa bizning qanday o'ylashimizga bog'liq ekan-ku, ba'zi masalalarga, zulmlarga qanday qarshi turishimiz. Amaliyotda chet eldagi har bir Uyg'ur bu erkak qirg'inchilikning qurbonlari emas, saqlag'uvchilari. Alloh saqlaganlar. Mundaqcha aytganda o'zini men bir ziyonkashlikka uchirg'uchi degan bir kategoriyadan özünü mən saqlag'uchi, boshqalarga yordam qilolg'uchi, mening imkoniyatim bor so'zlashga, ko'rishga, anglatishga, anglashga, qilishga, yozishga, hammaga imkoniyatim bor bir saqlanib qolg'uchi degan bir ideyada yashashni umid qilma. Vatandagilar zulmga bevosita uchirg'uchilar. Ular hatto o'ltirilyapti. Her qanday erkinligidan mahrum qilyapti. Ammo siz, men to'g'ri hissiy jihatdan biz bog'lanishli holda ruhiy bu qirg'inchilikning ikkilamchi ziyonkashlik uchirg'uvchilari. Ammo bir Uyg'ur millati bo'lish sifati bilan Rizvongul aytgandek biz hamma Uyg'ur Xitoyning nishon qilingan yo'qotish nishoni bo'lgan ekanmiz. Bizlar Uyg'urlar chet elliklar bo'lmoq. O'zimizni saqlag'uchi deb hisoblab, haqiqiy qildigan ishimizni, vazifamizni qilishimiz kerak. Yanıla aşı Fravinga baş egkichidek Xitoyga baş egib, uning mushu irqiy qirg'inchilikni normallashtirishiga, uni yog'anda tashviqot qilishiga yana qul bo'lib bersak, demakchi siz Alloh sizni tanlab ivatgan bu imtihondan o'zingiz voz kechgan bo'lasiz. Siz oxiratligingizni o'ylasangiz, qilayotgan har bir ishingiz, olgan har bir qaroringizda buni men saqlag'uchi millatim uchun, xalqim uchun, zulmga uchirganlar uchun nima qilmaydigan hissiyatda yashashni umid qilma. Biz saqlag'uchilar, biz ta'layliklar. Buning sizlarga hammalarga motivation bo'lishini chin dilimdan umid qilman. Oxirida güzel bir duo bilan oxirlashtirsak Rizvongul, undan xo'sh desak. Men qisqaladay vatanda Xitoy usto'chiq turmada qizning qarindoshlarimizni mayli ular turmning ichida bo'lsin, teshida bo'lsin, qul ular hammasini qul qilyapti hozir. Endi biz sirtda, muhojiratda o'zimiz ko'rinmas bir turma yasab olmayli. O'zimiz qul bo'lib qolmayli. Xuddi Gulchehra adam degandek. Biz qul bo'lib qolmayli. Biz cho'qim yaxshi kunlarning kelishiga ishonayli. Duolarni qilib, ibodatlarimizni joyida qilayli. Qarindoshlarimizga qanchalik qo'limizdan kelsa shuncha yordam qilayli. Allohim hammamizni o'zining yo'lida mustahkam qilsin. Qilgan duolarimizni, ibodatlarimizni, sadiqa, zakot, hamma barliq qarindoshlarimiz uchun va boshqa zulmki qarindoshlar uchun qilgan yordamlarimizni qabul etsin. Hammamiz mehrlik bo'layli. Hammamiz Allohim bizni hammamizni bir-birimizga mehrlik, kuyimchan, mas'uliyatchan qilsin. Amin. Bizniki
Yağız etişki vaxtımız az qaldı şoňa. Men mütlədik toxtay. Sizlerge köp rahmet. Ben bek hoş buldum. Rahmet, körülmenlerge rahmet vaxtыңlarını çıqırıp anlığınlar üçün. Aman bulaylı, hemmimiz her jayda aman bulaylı, bir günü vatanda görüşüşünüz bula inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Allah'a emanet. Hoş